Do'stlar, ayni paytda biz 5 boladamiz. Mana katta yo'lning bo'yi 5 bola prezddan o'tganda 20 metrdan so'ng o'ng qo'lga ko'cha bor. Aynan mana shu ko'chaga kirganingizdan so'ng qarshingizda, ro'parangizda Decapol kompaniyasining rasmiy showrumi bor. Hozir shu yerdagi mahsulotlar, shu yerdagi imkoniyatlar, nimalar sotiladi, bu yerga kelib nimalar xarid qilishingiz mumkin. Shular haqida hozir sizlarga ma'lumot berishga harakat qilamiz. Rasmiy showrumimiz bu yerda kelishni yaxshi tarafi, qulay tarafi shuki, bu yerda juda ham ko'p o'zimizni rus tilida aytganda yoki mijozlar tilida aytganda fibr juda ham katta bu yerda. Tanlovlar juda ham ko'p. Xullas kalom, birinchi o'rinda kirib kelganingizdan so'ng, qadrli do'stlar, Decapolni bir-biridan ajoyib bo'lgan panellari sizni kutib turadi. Xohlasangiz qorasi, xohlasangiz oqi, xohlasangiz qaymoq rangi, jigarrang, ranglarga zo'r bilolmayman, lekin sanayapman. Mana ko'rib turganingizdek, bu tarafdan ham ko'rsating. Mana do'stlar, uyimiz uchun, xonadonimiz uchun Decapolni eng zo'r panellari, sifatli, eng asosiysi uzoq yillar davomida turadigan bir-biridan ajoyib zo'r panellarni kelib ko'zingiz bilan ko'rib, ushlab ko'rib, tanlab, bemalol mana o'zingizni xohishingizni amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Endi sizni to'g'ridek narsa qiziqtirishi tabiiy. Nima ekan bu deb? Marmar. 18 tonna turadigan marmar deb o'ylab kelasiz buni. Lekin bu aslida marmar emas, do'stlar. Bu o'chida panellari. Xuddi marmar bilan bir xil effekt beradi, marmar bilan bir xil joziba beradi. Lekin buni foydali taraflari ko'p, marmardan ajralib turadi. Birinchi o'rinda haqiqiy marmar bilan bir xil joziba beradi. Ikkinchi o'rinda juda ham yengil. Uchinchi o'rinda o'rnatish oson, yetkazib berish oson. To'rtinchi o'rinda issiqqa, sovuqqa, har xil namliklarga chidamliligi zo'r. Tashqi muhitga ta'siri juda ham yaxshi. Umuman dekorativniy uchida panellari xonadonimizga o'rnatadigan bo'lsak, uzoq yillar davomida xizmatimizni qiladi. Endi videoni uzmasdan men bilan davom ettirasiz. Mana bu yerdagi bitta showrumimiz. Mana hozir panellar bilan sizlarni tanishtirdim, ko'rsatdim. Endi uzoqqa ketmaymiz-da. Laminatlarimiz ham bor. Hozir ularni ham birgalikda ko'rsatib ketamiz. Mashinangizga kelsangiz, mana mashinangizni bekka qo'yib, bemalol, xotirjam laminat panellarimizdan so'ng mana endi do'stlar, Decapolni uyimiz uchun eng xili ko'plari. Mana kelib xohlaganidan tanlashingiz mumkin. Nechta fibr bor bu yerda? Taxminan 30, 40, 50 ga yaqin mana fibrlar bor do'stlar. Har xilidan bor, kelib istaganingizni tanlashingiz mumkin. Soplipol uchun alohida laminatlar bor. Hozir mana urf bo'lyapti, qish oylariga, sovuq paytga hamma soplipol qiladi uyiga. Buning uchun laminatni alohida boshqachasini tanlash kerak ekan. Bu borada ham mutaxassislarimiz sizga o'zining tavsiyasini berishadi. Agar uyingizda soplipol bo'lmasa, boshqacharog'i bor. Ofisga qaysidan tanlasak bo'ladi, uyga qaysidan tanlasak bo'ladi, yotoqxonaga qaysidan tanlasak bo'ladi, oshxonaga qaysidan tanlasak bo'ladi. Turi ko'p. Mana bu bolalarimiz, yigitlar, mutaxassislar har doim 24/7 aloqada chetda bo'lishadi. Kelsanglar, ma'lumotlarni berib, sizlarga hamma demak konsultatsiyalar berishlari mumkin. Nomerlar qoldiramiz. Agar kelish imkoniyati bo'lmasa, yo bizda Nukusda, Buxoroda, Toshkentda, Uzorroqda tomosha qilayotgan bo'lsanglar, biz bilan telefonlashinglar. Istasanglar O'zbekiston bo'ylab dastavkani qo'yaveramiz. Mana 30 dan 40 dan 50 dan ortiq laminatni eng zo'rlari. Decapol brendi ostidagi laminatlar. Do'stlar, endi uzoqqa borish shart emas. Laminatni koni shu yer. 5 bolada Decapolning rasmiy showrumida hammalarni kutib qolamiz. E'tibor uchun rahmat.